Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi bugungi darsimiz Suratun Nas. Suratun Nas, inson surasi. Nas, insonlar degan ekan. Bu surani nozil bo'lishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinga da'vat qilayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan din dushmanlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 11 ta tugunga dam solib, ya'ni Makka mushriklari sehrgarlari tomonidan, folbillari tomonidan 11 ta tugunga dam solib, sehr qilib bir quduqni ichiga tashlaveradi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda qattiq og'rib qoladi. Shu paytda shu sura keyin nozil bo'ladi. Suratun Nas. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu bi robbin nas. Insonlarning Parvardigoridan panoh so'rang debdi. Qul ayting debdi. İnsanlarning Parvardigoridan panoh so'rang. Malikin nas. İnsonlarning podshohidan. Ilahin nas. İnsonlarning ilohidan. Min sharril vasvasil khannas. Berkinib hamda ko'rinib turguvchining yomonligidan panoh so'rang debdi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Qalblarga vasvasa soluvchining yomonligidan panoh so'rang debdi. Minal jinnati wan nas. Jinlar hamda insonlarning yomonligidan panoh so'rang debdi. Mana bu 6 oyat ekan. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaq surasi bor, bundan keyingi sura ana o'sha ikkalasi 11 oyat bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bilasizlar, g'oyibni ham ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga mana shu quduqda shunday narsa bor, o'shani olib keling deganda sahobalar ketishadi, so'ngra shu sura nozil bo'ladi. Keyin har bir 11 ta tugunni har bir oyatni yechib o'qiganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shifo topib ketadi. Bu suralarni biz har kuni 3 marotaba o'qib yurishimiz kerak ekan. Ixlos surasini, Falaq surasini hamda Nas suralarini biz namozdan keyin yotayotganimizda, turganimizda o'qib yursak yaxshi bo'ladigan inshaalloh. Xo'p, endi bu surani tajvid bilan o'qishda o'rganamiz. Tafsirini bir ko'rib qo'ydik inshaalloh. Siz ham Qur'onni yodlashdan oldin suralarni tafsirini o'qib olsangiz, ham yodlashingiz oson bo'ladi, hamda namoz o'qiyotganda tushunib o'qisangiz, bundan o'zgacha rohat bo'lmaydi. Xo'p, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu joyda ro harflarini chiqishini ehtiyot qilib chiqadi, tashdid bor, hamda ha harflarini chiqishiga e'tibor berib o'qiymiz inshaalloh. Qul a'udhu bi robbin nas. Qul a'udhu bi robbin nas. Mana bu joyda la harfida sukun kelyapti, ko'ryapsizlar. La harfini biroz ushlab turamiz. Bu yerda la harfi qalqala bo'lib qolish ehtimoli juda katta. Ko'pchilik bu yerda ham la harfini qalqala qilib oladi. Qul a'udhu bi robbin nas. Mana bu v harfi, ya'ni tilni tishlatib o'qiladigan v harflar. Do'stlar, men nima uchun har bir harfga e'tibor berib ketyapman? Chunki men oldin talabalarga
dars bergan vaqtimda juda ko'p harflar shu v harflardan mana bu sukunda qalqala bo'lmaydigan harflar qalqala bo'lishlaridan juda ko'p xatolar chiqadi. Ba'zi joylarda Qur'on o'qiganda hamma e'tibor bersangiz, mana bu v harflari hammasi o'zbek tilidagi z harfi bilan bir xil ketgan. Biz mana shu harflarga e'tibor berib, Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganishligimiz kerak. Hop, qul a'udhu bi robbin nas. Mana bu joyda n harfida biroz g'unna qilib turamiz. Ko'proq g'unna qilsak, keyin o'rganib qolamiz. Shunga g'unna qilishga inshaalloh bi robbin nas. S harfini oxirida sekin to'xtaymiz, oqizib to'xtaymiz hamda s harfini qattiqroq chiqaramiz. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas. Ilada cho'zilish bor, mana bu joyda ko'ryapsizlar, bir alif kelyapti, buni biroz cho'zamiz. Ilahin nas min sharril waswasil xannas. Mana bu joyda s harfini biroz ushlab turamiz. Ko'pchilik mana shu joyda ham xato qiladi. Hamda mana l harfini ushlaymiz. Mana bu joyda sh n harfini sukunsiz kelyapti, ko'ryapsizlar. Buni sh harfiga kirgizib o'qiymiz, ya'ni min sharril. Mana bu joyda r harfidan keyin kasra kelyapti. R harfini inchiroq o'qiymiz. Min sharril waswasil xannas. Min sharril waswasil xannas. Allazi. Mana bu joyda chuchuk so'z kelyapti, tilni tishlaymiz. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Mana bu joyda yuwaswisu fi, ya'ni o'zimizda s kelyapti. Mana bu joyda sot kelyapti. O'qilishiga e'tibor berib turinglar. Yuwaswisu fi sudurin nas. Mana bu joyda s harflar sot harfiga qaraganda ingichkaroq o'qiladi. Sot harfi yo'g'onroq o'qiladi. Sudurin nas. Du harfida biroz so'zamiz. Sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Mana bu joyda n harflarini yaxshilab g'unna qilib o'qishimiz kerak bo'ladi ekan. Minal jinnati wan nas. Bugungi darsimiz shu inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Sizlar bilan nurun ala nur. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, hamda bitta like bo'lsa videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting inshaalloh.